Assalomu alaykum azizlar. Endi bundan oldin birinchi qism joylagandim. Endi ikkinchi qism. Ikkovini bir kunda olyapman ketma-ket, shu fikrlarni tarqab ketmasligi uchun, bir xil narsalarni gapirib qo'ymasligim uchun o'g'il bolalar nimagadir o'zini boricha qabul qilgan mansabi, boyligi, ma'lumotiga qaramasdan uni qabul qilgan qizlarni aldaydi, xiyonat qiladi, yarim yo'lda tashlab ketadi. Vaholanki u qiz qo'lidan kelgan o'zida bor hamma narsani u bolaga berishga tayyor bo'ladi. Lekin bola bunga javoban rahmat aytishni o'rniga qiziga yo xiyonat qiladi yo tashlab ketadi. Bolalarga bilmadim qandaydir undan foydalanadigan, undan qandaydir maqsadni, manfaatni ko'rib, ko'cha tilida aytganda uni pulini shiladigan qizlarni ko'proq yaxshi ko'radi bolalar. Qiz bola uni tushunadigan, borida ham, yo'g'ida ham to'g'ri qabul qiladigan qizlarni esa qabul qila olmaydi bolalar. Nima uchun shunday? Qizlarda ham shunday. Puli uchun gaplashmay, qizni o'zi uchun gaplashgan bolalarni qizlar qabul qilmaydi. Bolalarda ham xuddi shunday. Aslida har ikkala jins vakili ham, qizlar ham, bolalar ham sevgi borasida bir xil bo'lsa kerak. Bir xil qarshilik bersa kerak. O'ziga ozor bergan, o'ziga minusga ishlaydigan insonlarni ko'proq sevsa kerak. Bilmadim, nimaga bunday? Bu savolga javob topsam, albatta sizlarga aytaman. Hozircha shular.